Uylandingmi xotindan so'raydi. Xotin omonat, Allohning omonati. Xiyonat faqat xotinda bo'lmaydi. Xotinga emish bitta SMS kelib qo'ysa, tamom, urgan, so'kkan, dadingni chaqir. Birinchidan bu SMS qana keldi, adashib kelib qoldimi, nima bo'ldi? Geroy, sen qilib yurgan zinoing hali qaytgan yo'q, hali geroy. Bitta oila kelyapti. Qizni haqiqiy talpada bo'ladi-ku, gematoma bo'lib, qorayib, o'ng qo'lda urgan bo'lsa, mo tomon. Hali qizni men setgan ichiga chiqib urush chiqibdi deb o'ylabman. Eri uribdi, mana shu bizi territoriyada bo'lgan. Men adresini to'shini aytmay qo'ying. Keyin so'radim. Kiyovmish shu domda yashar ekan, domda qarasa, kelyapsa, pardadan kelin ko'chaga qarab turgan bo'lgan. Kirib qoldi. Nima bo'ldi qarasa?